Ostona shahrimizda Batkenga borib kelgan kontaktlar, Rossiyadan kelgan kontaktlar, Umradan kelgan kontaktlar, da'vatdan kelgan kontaktlar bor. Biz ularni holidan tez xabar olib turamiz. Yana kunda kasallarni priyom qilamiz. Ammo bizda kunda almashmasdan kiyadigan xalatimiz bilan maskamizdan boshqa hech qanday formamiz yo'q. Bizga bir kunlik xarajatimiz uchun 70 sotrudnikka 70 ta bir marta kiyib tashlaydigan xalat, 350 maska, 350 perchatka, 70 antiseptik, 50 ta gradusnik, 100 ta shpatel bir kunlik xarajatimiz uchun kerak. Agar yordam bersangiz juda minnatdor bo'lardik.